Bugungi video obzorimizda sizlar bilan Polvon kompaniyasining yangilangan uglerezini ko'rib chiqamiz. O'zgarishlardan ruchkasi oldin mana bu holatda bo'lgan, hozir bu holatga o'zgardi. Ya'ni ishlatish ancha qulaylashgan. Yana bir o'zgarishi, quvvati 2200 vattdan 2,5 vattga oshgan. Hozir sizlar bilan temir kesib ko'ramiz. Temirimizning qalinligi 2 mm. Uglerezimizga 325 mm lik tosh tushadi. Uglerezimizni 45 gradusga ham qo'yib kelsa bo'ladi. Hozir uni ham ishlatib test qilib ko'ramiz. Uglerezimizni ishlashini ko'rdilaring. Mahsulotimizga 6 oy rasmiy kafolat beriladi. Ustakalar, kitobining orqasidagi usta bonus stikerini Telegram bot orqali ro'yxatdan o'tkazing va bonuslaringizga ega bo'ling.